Assalomu alaykum azizlar. Butun ummatga, Türk dunyosi, Turkiston, hamma do'stlar, tanishlarga alangali salomlar bo'lsin. Ertalab bomdod namozidan keyingi Amerikadagi o'sha biz turgan shahardagi markaziy Islamic Center deb atalgan markaziy masjiddan. Mana shu yerda hozir bomdod namozidan keyingi manzaralar. Qanchadan qancha do'stlar. Albatta Arafaga yetkazgani uchun Islamic Center'dan, İslami markazdan Amerikani, Ohio shahrini mana shu yerdan mana sizlarga salom yo'llayapmiz. Xayrli bayramlar, Arafa muborak bo'lsin azizlar. Arafa tongi muborak bo'lsin. Amerikadan salom azizlar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh azizlar. Mana markaziy jomiyni ichidan bomdod namozidan keyin quyosh chiqish vaqtidagi suruh deydi, 2 rakat namoz bor. O'sha naflni o'qib tarqaldi inshaalloh do'stlar. Amerikadan Arafa kungi Arafa salomi ummatga, Turkistonlarga, Turk dunyosi do'stlar, tanish hammaga. Mana ko'ryapsizlar, jomiyni ichidagi manzara. Hozir chiqib tarqadi hamma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Amerikadan markaziy jomiydan salom do'stlarga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Arafa salomi azizlar. Amerikaning shahar markazlari, baland osmono'par binolardan Arafa salomi ummatga, Turkistonga, Turk dunyosiga mana. Allohu akbar. Mana ko'ryapsizlar. Mana shunday qilib mana shahar markazlarida osmono'par binolardan, baland binolardan Arafa salomi butun ummatga, butun do'stlar, tanish bilish yoronlar Turkistonga. Assalomu alaykum azizlar. Mana baland binolar, shahar markazlari. Arafa salomi Amerikadagi baland binolardan osmono'par. Butun ummatga, Turkistonliklarga salomlar bo'lsin. Mana azizlar. Azizlar, juda ko'p do'stlar so'radi. O'rmonlarda, masjidda, yashilliklar ichida bo'lasiz, lekin shahar markazi, baland binolar, osmono'parlarni ko'rsatmaysiz dedi. Shu Arafa bahanasida mana aylanib ko'rsatib qo'yyapmiz sizlarga ham mana shunday ko'rinishlarda. Mana balandlik. Mana. You start? Yeah. Azizlar, mana kema, dengiz, mana shaharni markaziy ko'rinishi. Arafa salomi ummatga, Turkistonliklarga. Mana dengiz, Amerika dengizlari ham Arafa salom beryapti ummatga, Turkistonliklarga. Shahardagi butun baland binolar, qushlar. Azizlar, Amerikadan, Amerika dengizlari, kemalari, binolaridan alangali Arafa salomi butun ummatga, Turon, Turkistonga. Assalomu alaykum azizlar. Azizlar, assalomu alaykum. Amerika hayveylari, yo'llaridan Arafa salomi butun ummatga, Turon, Turkistonga. Mana Amerika yo'llari, hayveylari mana. Amerika yo'llari, hayveylaridan Arafa salomi butun O'zbekiston, Turkiston, Turon, Turk dunyosi ummatga. Bismillahirrahmanirrahim. Azizlar, mana bugun Arafa kuniga Alloh subhanahu va taolo yetkazib keldi. Ertaman bomdod namozini o'qigan yerimizni ozgina video qilib, undan keyin Islamic Center katta markazdan ichi tashqarisidan 2 minutlik yana olish qilib, shaharni, baland binolarni, markazni, dengizni tong otayotgan vaqtda ozgina olib, shu yerlardan mana
salom deb turib, mana oxiri o'rmonga yetib keldik. Qabristonga ham bordik, musulmonlar qabristoniga bir hamyurtimizni gapirdik. O'rmonga kelib, mana Amerika o'rmonlaridan ham Arafa kuni ummatga, Turkistonliklar, Turk dunyosi do'stlar, hammaga salom degan ma'noda kichkina video tayyorladik. Albatta ertaga hayit kuni ham hayit marosim boshqalarda olarmiz. Bu ham tarix bo'lib qolsin. Ko'pchilik ko'rib bahramand bo'lib, o'tganlarni xotirlab, duo qilib, bugungi dunyoda, kunda hayotni qiymatini bilib, vatan ozodligi uchun o'tganlar, tarixda o'tganlar, 100 yil burun hijrat qilganlar, qancha hali biz tanigan, tanimagan hamyurtlarimiz shahid ketganlari, hozir dunyolarda mana Falastin, Gaza, Xitoy va boshqa yerlarda shahid o'tib ketgan, tinchlik bo'lib urush bo'lmasa ham biz vatanimizga o'xshagan mamlakatlarda diktatorlik, zulm saltanati bo'lib, adolatsiz qamalib, qiylanib, shahid o'lib ketgan, majruh bo'lib qolgan, haqqini talab qilolmay vatandan qochib ketgan qancha insonlarni hammasini o'ylab, eshitib, tafakkur qilib, bugun tafakkur qilinglar, eslanglar, o'tganlarni qadr qiymatini bilib, xotirlab, istig'for aytinglar, qolganimiz hayotimizda o'rnimizni topib olaylik degan niyatda hayitga yetkazganiga shukur, Arafaga yetkazganiga shukur deb shu 2 daqiqalik chiqishni qildik. Demak, Amerika dengizlari, o'rmonlari, masjidlari, musulmonlaridan, yo'llaridan, hayveylaridan va shahar markazi baland binolaru hammasidan Arafa salomi. Allohga omonat bo'linglar azizlar. Fazliddin Yoqub. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.